Ana kuni men yozib bergan analizlar qog'ozlarni olganda aptekachi olib, buni ko'rib o'tirib, "Ha, men buni o'rniga men buni beraman, buni o'rniga buni beraman" deb yozgan. Bergan narsasining sostavi bir xil emas, вообще boshqa narsa. Esingizda bo'lsa, ikkita qiz o'lib qolgan-ku. Eslaysizmi? Ikkita qizga gijjaga dori yozib berishganda, u gijjaning dorisini aptekachi o'qolmaganda, yurakni pulsini kamaytiradigan dori berib yuborgan. Uni oyisi ikkala qizga gijjasini tozalab olib, har kuni berib yurgan. U ikkala qiz bir oyga qolmay o'ldi. O'lgandan keyin nima bo'ldi hech kim bilmaydi, lekin o'lgani ham yo'da ovoza bo'lishga bo'ladi-yu, lekin o'lganini, nima bo'lganini, kim nima bo'lganini sudda, qamalda hech kim bilmaydi. Endi ana kuni menda xuddi shunaqa holat bo'ldi. Aptekada qog'ozimni olib, o'rniga buni iching, o'rniga buni iching deb вообще boshqa dori berib yuborishgan. Endi video yoki bir nima qilmoqchi bo'ldim. Aptekachilar qo'rqmaydimi? Molga dori bermayapti, to'g'rimi? Yoki gullaga quyishga dori bermayapti, odamga dori beryapti. Odamga, u odam kimdir otasi, kimdir onasi, kimdir bolasi. O'sha o'lib qolishidan, ertaga javob berishidan, mayli odamlar oldiy javob, boshqa oddiy javoblardan qo'rqmaydimi degan savol tug'ildi, demanda.